Har bir original komplektatsiya ustanovka qilingan vaqtda bizning garantiyaning knishkalar beriladi. Garantiyaning knishkasi nima uchun kerak? Garantiyaning knishka boshqa viloyatlarga ertang sayohat yana mehmon chiqqan vaqtingizda nafsaksil uchun injektor, может reduktor, может kompyuter bir narsasi buzilib qolishi mumkin. Endi aytib qo'ymaydi, zavod narsasi buzilmaydi, anlatmaydi, besh narsa yo'q. Nafsaksil uchun bir narsasi buzilib qolgan taqdirda 12 viloyat bo'yicha servislar bor. Hamma servislarning telefon nomerlari yozilgan şeyda. Qaysi viloyatda buzilib qolgan bo'lsa, shunday telefon urasiz, lokatsiya tashab beradilar, borib zapchasizni polni besplatni almashtirib ketsangiz bo'ladi. Atari ustani qo'lina bir 20 ming, 30 ming so'm xizmat haqqi berasiz. Ustani qo'li olmasligi uchun buni ko'p odam biladi. Ustani qo'lidan ko'ri mashina chiqarib ketmaydilar. Bundan bo'lmanda 20 ming, 10 ming so'm qo'li olmasligi uchun berib ketish kerak. Injektor, reduktor, kompyuter, qaysi vajlar biza ustanovka qiladigan narsamizni qaysi vajlar biroq oladigan bo'lsa, yerda go'yib qoladigan bo'lsa, shu narsani almashtirib ketaverasiz. Bu narsa uchun ham pul chiqarib, masalan, bir dona injektoringiz 500 ming so'm, 450 ming so'm turadi. Shuni bir donasini borib pul sotib olmaysiz, garantiya taloninizni to'g'ri qo'lina berasiz, ustani o'zi ko'radidan ochib ko'rib, ha bo'ldi deb size besplatni almashtirib beradi nafsaksil uchun buzilgan taqdirda. Direkt 2 avtomobilimiz tayyor qoldi. Full komplektatsiyada xudo xolasa polnisti metanni ustanovka qilib berdik. Adax reduktorlar bilan reduktorimiz toza keldi. Sinovdan chotga turibdi. Ishlashlari zo'r. X reduktor bilan ikkisi bir xil. Atari adı başqa, ishlab chiqaruvchi boshqa. Ishlashlari zo'r, hozircha uyaltirmay turibdi. Moshina ishlab turibdi. 03 variantda, sportiniy variant injektorlar bilan ustanovka qilganmiz. Stak оборудование bo'ladi. Kompyuterga keladigan bo'lsak, Stak Conex Plus bilan ustanovka qilganmiz. Xudo xolasa mashinada ошибка cheklanmaydi, benzin o'tirib berish ehtimoli ham bo'lmaydi. Ehtimoliy degan taqdirda ham bo'lmaydi. Benzin 100% gazda yuradi. Bular Stak Gofas qo'ysangiz, benzin o'tirib berish ehtimoli 50-50 bo'ladi. Buni ustalar biladi endi. Minuvchilar uni tushunmaydi u narsani. Stak Gofas bilan qo'ysa 1 million so'm, 800 ming so'm arzon variantda qo'yib bersa bo'ladi, lekin iloji boricha Conex bilan qo'yish kerak. Benzin gram o'tirmaydi. Balon qismiga keladigan bo'lsak, 3 dan 30 litrlik bilan mощный ustanovka qilib berdik. Balon turibkalarni tartib turibdi. O'zini ko'rikda salgina balandroq bo'lib turadi. Buni arqa videolarda ham ko'rsatib o'tganman. O'zini ko'rik примерно 3-4 sm ko'tarilib qoladi. Atak lekin qimmat variant 11 million. Budjetli variant desangiz 75-65 примерно balonning ishini yerlaridan keladi. Bagajning yarısı yo'qolib ketadi. Bular 7-7,5 ustanovka vajina qarab chiqaveradi. Gentra avtomobilni haqqamiz balon qismini 90 litrlik bilan Vikor balonlar bilan O'zbekiston balon ustanovka qilib beramiz, xudo xolasa, zavodskiy postavkalar bilan. Avtomobilimiz ham shu точный trekker novach qo'yib turgansa, точный shu birebir komplektatsiyadan qo'yib turibdi. Garantiya talonlarini yozib berdik. Atari kompyuter Stak Gofas qo'yib turibdi. Nima uchun Stak Gofas desangizda, bu atmosferniy motor. Atmosferniy motorlarga Stak Conex qo'yish shart emas. Bular shundan ham 100% gazda yuradi, benzin o'tirmaydi, 5-holatda 100% gazning o'zida yuradi. Injektorlarimiz sportiniy variantda 03 injektor, Adax reduktorlar bilan xudo xolasa ustanovka jarayonini endi boshladik. Bo'lgandan keyin videoga lentaga videolarni xudo xolasa joylashtirib beramiz. Pastda telefon nomerlarimiz bor, kelaverasizlar. Ustanovkamizning narxi aytganda 7 million so'm bo'lib turibdi bugungi kunda. Shuning ichida kompyuter plashkalarni ham ishlab beramiz xudo xolasa.